Bajavurlar yashaydigan joyga keldi, hurmatli do'stlar. Bajavurlar bu suv ustida yashaydigan insonlar. Shuni o'rganamiz, bugun ko'ramiz. Men bir necha yil oldin buni YouTube'da ko'rib qolgandim. Juda ham qiziqqan edim. 12 soat uchib kelgan vaqtimiz 3 kun ovora bo'ldi shu yetib kelganimizcha. Bu yerga uncha olib kelmaydi, mumkin emas kelishi. Hozir uylarni bitta bizga ko'rsatadilar, qanday yashayotganini ko'ramiz. 4 metrga 6 metr joy, er xotin 6 ta farzandlari bilan shu yerda yashar ekanlar. Bajau qabilasi bu asli Malayziya fuqarosi hisoblanadi, lekin bularda pasport degan narsa bo'lmaydi. Demak, bu yerda vaqt yo'qligi uchun kun sanalmaydi, hisob-kitob qilinmaydi. Hech kim o'zini yoshini hisoblamaydi, yosh nechaligini bilmaydi ham. 2000 ga yaqin odam yashaydi deb aytishdi. Savol ber, bu bolalarning bilimi nima bo'lyapti? Bajaular suv tagida necha minutgacha tura oladi? Okay, anak ngalambaikan. See, bye-bye. See you next time. Okay. Bye-bye. Biz bajavurlar yashaydigan joyga keldik, hurmatli do'stlar. Tepaga chiqib, ular bilan tanishamiz, qanday yashaydi o'zi, suv ustida yashash o'zi qanaqaligini bir bilib ko'ramiz. Maylimi? Chiqamizmi? Yeah, okay, go. Okay. Slowly, sir. Okay. The uncle having you. Okay, let's go. Go. Meni qo'yib yubormayapti-da bu. Yo'lda turib olganda bu qanday o'tkazaman men? Pasakat. Ada tinilau ba? Hurmatli do'stlar, bu inson ismlari Ilan ekan. Ilan. Yeah, Kak, saya Uno, Kak. Okay, his name is Nawila. Navila. Yeah, Nawila. Bu ayollar ya. Ayollarning ismi Navila ekan. Aha, okay. Nechta farzand bor? Children? How many children they have? Kita nggak ikut anak lo. 6. 6. 6 ta farzandlari bor ekan. Shu 6 ta odam mana shu uychada yashaydi-ya. They all live here. Ya. May tukang patanna. Na ayan na ba nan kalumandi pagkakandi sa Tiapalaw. Ay, ako ba kaya anong ba nilirawat sa ramo kahanga ramay. Okay, so we are just living here, and our food for every day we are going to find seafood that they are eating for every day. Okay. Bular hammasi mashta yashagan, keyin ular yaqabob kelgan ovqat topish uchun. Hurmatli do'stlar, biz hozir 4 ta tarjimon ketyapti, qaranglar. Men o'zbekchada intervyu olyapman. Inglizchada meni tarjima qilib, men so'zimni inglizcha qilib turib aytayapti bularga. Bular bizning do'stimiz, Malayziyada bizga yordam berayotgan inson. Bular inglizchani bajau tiliga tarjima qilib, ularga beryapti. Ular yana bajau tilida gapiryapti. Bular inglizchani o'zbekchaga aylantirib beryapti xullas. Shundoq qilib oxirigacha intervyu qilamiz. Demak, biz turgan joy bu bajaular bu suv ustida yashaydigan insonlar. Hayoti davomida faqat suv ustida yashaydi. Shuni o'rganamiz, bugun ko'ramiz. Men bir necha yil oldin buni YouTube'da ko'rib qolgandim, juda ham qiziqqan edim. Shunga mana keldik. Demak, bu yerda er xotin yashaydi, 6 ta farzandlari bor ekan. Okay, uyini bitta ko'rsatsin, ayt, uyini bitta Can ko'rsatsin. we see their home? Yeah, sure. Bila siya maganda lumabi kasama kami sa. Okay. Okay. Just slowly, careful. Hozir uylarni bitta bizga ko'rsatadilar, qanday yashayotganini ko'ramiz. Thank you. Can go.
Demek bu assalomu alaykum, assalomu alaykum. Demek bu mana bular yashayotgan uy, bular yashayotgan uy. Bular yashayotgan uy o'rtacha tam 5 metr, 4 metrga 6 metr joy. 4 metrga 6 metr joy, er xotin 6 ta farzandlari bilan shu yerda yashar ekanlar. Mana tepa tomoni hamma kerakli narsalar, kiyimlar, pasti polностью suv. Pasti polностью suv. Mana bu tomoniga mana ko'rishlaring bu suvning ustida turar ekan mana. Uy suvning ustida qurilgan uy mana. Polностью suvning ustida qurilgan uy. O'zi Bajjao qabilasi bu asli Malayziya fuqarosi hisoblanadi, lekin bularda pasport degan narsa bo'lmaydi. Shuni ham hozir so'rab ko'ramiz. Bilo bizenya namua sahabat dia masa sigam. Ha, tashqari chiqamiz. So'rab ko'ramiz. Ovqatlanish, qanaqa ovqatlar yeydi? Which food they eat? How? Do you mean what the food they will eat every day? Yeah. Like, and then how they can eat and cook also? Yeah. Yeah, okay. Let me show you. They want to cook, use this, and also they want to get the some of the wood and then cook here. And sometimes, like I told you, they are going to fishing the stingray, and that will sell to other people, and then the other people pay that to give him the money, and then they can pay like the rice, like that, and also some of the fish, and then they can eat every day. Bular mashta pishiradi, yuvadi. Keyin buni ular sotadi. Ha, sotadimi bular? Ha, bular sotadi boshqa odamlarga. Stop. Haligi televizor ko'rib o'tirganingizda qiziq joyda reklama chiqib keladi-ku. Xuddi shunaqada. Menga qarang. O'zi darslarimiz qandoq bo'lyapti? Siz necha yildan beri bizni kuzatasiz? Kimdir 3 yil, kimdir 5 yil, kimdir 6 yildan beri kuzatadi. Biz shu vaqtgacha 1,5 mingga yaqin video qo'ydik YouTube'ga. Juda ham ko'pchilik bilim olyapti, rivojlanyapti. Kommentariyaga rahmat ustoz desa, maza qilaman to'g'risi. Sizlar qancha o'rgansalaring, rivojlansalaring, manfaat topsalaring, shuncha xursand bo'laman men, chunki Alloh o'zi sizlarga yordam beryapti, qo'llab-quvvatlayapti. Hammasi Allohdan. Ana endi men nima uchun to'xtatdim? Birinchisi, barcha fikrlaringni kommentariyaga yozib qoldiringlar, чтобы sizdan keyin boshqa odamlar ham o'qisinda, ular ham foydalanib manfaat olsin. Ikkinchisi, yana ham ko'proq bilim olish xohlasalaring, realni olgan bilimlaringni qoniqtirmayotgan bo'lsa, yo'q ustoz, men yana ham ko'proq o'rganaman degan fikr bo'lsa, biz Focus deb ataladigan Telegram kanal ochdik. Juda ham zo'r kanal, bu zo'r yangi proyekt. Bunda YouTube'ga chiqmagan, Instagram, Facebook'larga chiqmagan eng go'shlik zo'r bilimlarni berib boramiz. Har kuni videolar, bilimlar tashiymiz. Undan tashqari offline yoki Zoomda uchrashuvlar qilib turamiz. O'shaning uchun hoziroq shu guruhga o'tib olishingiz mumkin. Pastda kommentariyada silka qoldiramiz. Ustiga bosib, ro'yxatdan o'tib kirib oling. Realniy maza qilib bilim olaylik. Toki bu olgan bilimingiz nafaqat sizga, komandangizga, biznesingizga, kelajakda farzandlaringiz uchun ham manfaatli bo'lsin. Joningiz omon bo'lsin. Tugadi, davom etamiz. Xullas o'rtoqlar, demak bularda endi suv ustida yashagan uchun bularda hojatxona yo'q ekan. Shu hojatga chiqib kelsa, mana shu teshiklardan, mana shu taxtalar orasidagi teshiklardan foydalanilar ekan. Shu hojatxona tarzida foydalanar ekan. Shunaqa dedimmi, jon qizim? Ha, kechqurun foydalanadi. Kechqurun foydalanadi. Kunduzi bo'lsa boshqa joylarda xullas pressda qilar ekan. So'ra bajjavlar suv tagida necha minutgacha tura oladi? Masalan, biz oddiy odamlar yarim minut, 1 minut turamiz-ku, to'g'rimi? Bular ko'p turadi deydi. Necha minutgacha tura oladi? How many minutes the bajao can stay in water? Okay. I will ask them first, okay? Pak, atilo ya, bang dangay sa kadangay minute ka sali patuhon ba? Patuhon then sa kadangay minute. Mario ya kasihan ba dyan sa liip tapod dun ba? Ano magpila minute, 5 minute ka. Mag 5 minute, mag 7 minute. Okay. He said
tua nah. Yeah, but now he is already old, so he cannot stay like long time underwater. But if like he is me, like still young, he can stay about 5 minutes to 7 minutes like that underwater. Bu hozir kattaligi hozir turolmaydi ko'p. Bu odamdek bo'lganda, sal yoshroq bo'lganda 5-7 minut tura olardi. 5-7 minutgacha suv tagida tura oladi-ya bular. Bajavlar eng zo'ri necha minutgacha turadi? So'ra eng ko'pi, eng zo'ri. The best bajav person, how many minutes can stay in water? I don't sure about that, but I need to ask him first. Yeah. Biasali yung taan niya, kasayo no apod doon, magdangay minute ka mabulian tayo. Mabulian. Salit tapatuon ba sa kada dangay minute? Biasali apod doon ba atilaw sigam, yayok ta mabajaw inana, anya siya na apod doon kan magtuon, atilaw sigam, ta bayan niya, bay tasayo sigam to, bajaw apod doon magtuon magdangay minute niya mareo. Alaman niya kasayo kam. Alama, maray sa butte doa, maray sa 5 minute butte. Yeah, they don't know also about that because they don't bring the watch going underwater. So they just think about like 5 minutes like that. Hatto bularda soat ham yo'q, soat ishlatmaydi bular. Men o'qiganimda ko'rdimki 15 minut, 17 minutgacha tura olganlar bor deb eshitdim. Lekin bular takkak soat ishlatmaydi bular, umuman vaqtni, kunni hisoblamaydi. Bular sen so'ra, bular hammasi yoshi nechidaligini biladimi? Necha yoshga kirganligini? They know how many years they are. Here, Old they are. old. Okay, jangan na mulno butinan pa. Tasayo no mulno. He don't know Watag how mo old na are he. He don't know. They also don't know. Yeah, tasayo no. She also don't know. Ular bilmiyor yoshi. Because his mother didn't told her like what year he born, what month. Yeah. So all of them don't know. Bular hammasi bilmaydi. Hurmatli do'stlar, demak bu yerda vaqt yo'qligi uchun kun sanalmaydi, hisob-kitob qilinmaydi. Hech kim o'zini yoshini hisoblamaydi, yosh nechidaligini bilmaydi ham. Dashi qiziqmaydi ham demak. Umuman bilmaydi, hatto qizlari, farzandlari ham necha yoshdaligi qiziq emas bularga. Bularda din haqida to'liq ma'lumot yo'q. O'shaning uchun bular aslida Malayziya xalqi musulmon, lekin bular o'sha dinni haqida to'liq ma'lumot yo'qligi uchun, suvda yashayotgani uchun konkretni dinga bilmaydi xullas. Din haqida to'liq ma'lumot yo'q ularda. So'ra, bular shu yerda yashashdan xursandmi? Ham shaharga, qishloqqa borish xohlamaydimi? So'ra, inglizcha tarjima qilib. They happy to live here. Atilaw siya pa ataupun magkaam salin sa kanak-kanak bao. Ayan, happy usap kam matanda mabot dito. Ya salin kaluman dito dito ay akod usap kam dito ka magtikayo kam kami mo. Ada akod usap kam ita. Nah, sa anak ko na ayay ko yung takakan kami, mailo na kami mo. So they also happy if like I stay here like because they are all family is here. So if like have to eat or not, they are still happy. Tarjima? Bular qilsanakan. Chunki bular hamma oilasi bilan. Demak bular oilasi bilan birdalikda shunga xursand, to'g'rimi? Shu. Bitta qizlarning ismlarini aytsin, tanishib olaylik qizim. The girl's name. Saya no. Mona Lisa. Punya Lisa. Punya Lisa. Mona Lisa. Kalisa. Punya Lisa, Kalisa. Mona Lisa, Kalisa. Okay. Bular edi. Kakak saya no. Jessica. Nice name. Jessica. Jessica. And kakak saya no. Maledati. Maledati. Akiana. Asmi. Asmi. Maledati. Asmin Maledati. Maledati. Yeah. Maledati Asmin. Ajoyib, ha? Hurmatli do'stlar, ba'zi paytlari haligi noshukrlik o'ramizga bir xil payti. Shunaqa joylarga bir kelib ketish tavsiya qilaman-da men. Bitta savol ber qizim. Mana shu bular shaharga borib yashashni imkoniyat bo'lsa xohlaydimi, xohlamaydimi bular? If they have like
to go, if they have one time to go to the city, they want. Kali di kau elo, anya do sab kambay pe sa ayo tani bandan. No. Yeah, sometimes they will go, but I think just pay for the food to eat. And sometimes if like they have a party on the city, and then they can go. But if they're like no party and no need to pay everything, they just stay here. Yeah. Ular yaqa ba'zilarda bor ekan, faqat ovqatga или qanaqadir вечеринкалari bor ekan. Lekin yashashgani borishni xohlamaydi, ya. They live Bir don't umr want yashashni xohlamaydimi, xohlaydimi? for alone. They want to live there. On the city. Okay. Dito panilaw na anya ka bilahi ka kamahi maglahat ma city atau may tu. Bilahi mah itu bilahi rumahi. Okay. Abut kami itu minggu. Nah ini sempurna. Oh. So they choose like they want to live there and also here, but like have two choice. You know, I mean, like me or you want to live in Malaysia and also in your country. So he choose to. Okay. Yeah, but he cannot live just in city, but they already want to live here also. Ular bilan yashamoqchi. Cityda yashamoqchi. Demak, bet tashab ketmoqchiman. Okey, tushundim. Qizil savol ber. Bu bolalarning bilimi nima bo'lyapti? Maktabga boradimi, bular bormaydimi? Yozishni, o'qishni biladimi, bilmaydimi? They can read, write. They go to school. No. Yeah. Ania makaambay maka-school atau halam? Halam. Jadi tambal makabasa mal makasulat. Okay, so all of them cannot read, cannot write. Hurmatli do'stlar, bular maktabga umuman bormaydi, o'qishni ham, yozishni ham absolutni bilmaydi. O'sha 18 yoshlik, 16 yoshlik, hatto mana bular yosh kattaroq ekan, adashmasam 20 yoshlik, o'qishni, yozishni umuman bilmaydi, maktabga bormagan. Mga anak-anak ito panindik ini sa kumandang Purikuana. Na pagkatan lumaglaway, panginto ba ni Atugol? Pagdihil ko na, kid na dyan hindi lang ta. Okay, anak ngalambay kam. Say bye-bye. See you next time. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Breakfast to give the kids. Hurmatli do'stlar, bu yerda bunaqangi oilalardan juda ham ko'p ekan. 2000 ga yaqin odam yashaydi deb aytishdi. Biz endi shahardan sovg'alar olgandik, sadarkalar olgandik. Shunga boshqalarga ham bir xursand qilib ketamiz. Boshqa oilalarga ham berib, boshqalari ham xursand qilib, ularni ham xursandchiligiga sherik bo'lib ketamiz, Xudo xolasa. Lekin bugun haligim sal boshqacharoq bo'ldim. Chunki shu darajada bilim, tajriba, qanaqadir ham hatto din haqida tushunchalar yo'qda bu yerda. Hurmatli do'stlar, hatto din haqida tushunchalar yo'qda. Tasavvur qilasizlarmi? Yana bormi? Ada jambatan itu. Ada jambatan. Itu yang dengan anak-anak. Oh itu lagi ya? Mulai kami di sini.
Ber Islomga o'zingga. Harika. Father, we give for the others. Okay, poster camera. Lihat tangan. Everyone. Hello. Hello. Hurmatli do'stlar, biz hozir bilishlaringiz uchun masofani aytaman. Toshkentdan Moskvagacha 2,5-3 soat uchasizlar. Biz bu yerga yetib kelishimiz uchun 12 soat uchdik. Ya'ni Toshkentdan Malayziyagacha 8 soat, undan bu yog'iga 3,5 soat. Tasavvur qilasizlarmi? 12 soat uchib keldik. Ya'ni Toshkent bilan Moskvaning orasi 4 barobar ko'p uchib keldik biz. Aynan shularni ko'rish uchun, bir martaga bir odam bilish uchun. Chunki men buni YouTube'da ko'rganimda bir martaga boraman, ko'raman deb niyat qilgan. Bu video rolikda biz Malayziyani hammasi bunaqa demoqchi emasmiz. Malayziya juda ham rivojlangan, juda ham bir katta davlat, imkoniyatlar juda ham katta Malayziyada. Bu insonlar o'zlari tanlagan, mana shu daryoda yashashni, mana shunaqa joyda yashashni o'zlari tanlagan o'rtoqlar. Bilasizlar, bularga hatto qo'lida pasporti ham yo'q. Bular bilim olmaydi, tajriba umuman yo'q. Gapirishi ham tilan bilmaydi. O'zlarining shu qabilasining tili bor bo'ldi. Shaharga borsa ham shunday kiradi-yu chiqadi. Inson bilim olmasa, tajriba olmasa, uzoqqa bormaydi o'rtoqlar. Ko'rasizlar, hayotda yashash ko'rasizlar. Albatta bilim olamiz, tajriba olamiz. Ham diniy, ham dunyoviy bilimlarni olamiz. Har kuni o'samiz, rivojlanamiz. O'zingizga ustoz toping. Real rivojlaning. Boy badavlat bo'ling. Ko'proq insonlarga foydangiz, yaxshiligingiz shunda tegadi. Sog' bo'lasizlar, jonlaring omon bo'lsin, ishlaringga omad. Bu video sizlarga manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. 12 soat uchib kelgan vaqtimiz 3 kun ovora bo'ldi shu yerga yetib kelganimizcha. Bu yerga uncha olib kelmaydi, mumkin emas kelishi. 10 ta odamga aytdik, yo'q, mumkin emas, bor bo'lmaydi. Oxiri iltimos qilib, pul beraman, javobgarlik o'zimiz olamiz deb iltimos qilib keldik. Bu Bajau tilini hamma ham bilmaydi. Bu yerda katta bo'lgan, bu yerdan chiqqan odamlargina biladi Bajau tilini. Chunki bu Malayziya tili boshqa, Bajau qabilasining tili boshqa. Deb bo'lib ko'rdilaring, men o'zbekcha, qizim inglizcha, u bola inglizchadan Bajau tiliga tarjima qilib turdi. Qaysi joyda xato tushungan bo'lsak, qaysi joyda noto'g'ri tushuntirgan bo'lsak, bizdan uzr, sog' bo'lasizlar, tinch bo'lasizlar, ishlaringga omad. Keyingi safarga bundan ham zo'rroq joylarga boramiz. Agar haqiqatan ham bu video hammaga ma'qul kelsa, kommentariyada fikrlaringizni yozinglar. Xato qilgan bo'lsak, xato qilganimizni, to'g'ri qilgan bo'lsak, to'g'ri qilganimizni kommentariyada yozinglar. Agar haqiqatan ham ko'pchilikka manfaatli bo'lsa, keyingi safar Hindistonning shunaqa joylariga, Bangladeshga yoki bo'lmasa Pokistonning shunaqa joylariga yoki Afrikaning shunaqa joylariga borib, u yoqdan ham video qilamiz. Sog' bo'lasizlar, ishlaringga omad. Bilim, tajriba olishda to'xtamang.
1 yillik challenge bu nima? Men biznesmen ustoz Ilhom Begimqulov sizni 1 yil biznes bilimlarini o'rgataman, 1 yil yordam beraman, 1 yil nazorat qilaman va to natijaga chiqqaningizcha yordam beraman. 1 yil 365 kunlik bu challenge. Bunda 20 yoshdan 65 yoshgacha bo'lganlar qatnashishi mumkin. Bunda 100% onlayn bo'ladi. 1 yil davomida biznesni qanday boshlash, qanday rivojlantirish, qanday klientni ko'paytirish, qanday hisob-kitoblarni yo'lga qo'yish hammasi o'rgatiladi. Biznesi yo'q odamlarga biznesni boshlash bo'yicha, biznesi borlarga esa biznesida 1 klientni ko'paytirish, 2 sotuvni oshirish, 3 hisob-kitoblarni to'g'rilab, sof foydasini oshirish bo'yicha bilim, tajriba beramiz. Eng qizig'i, xodimlarni boshqarish bo'yicha konkretni 1 yil o'rganasiz. Hurmatli do'stim, agar siz hayotingizni o'zgartirishni xohlasangiz, realni biznes bilimlarini olishni, ko'proq foyda qilishni, katta natijalarga erishishni xohlasangiz, hoziroq ustoz menga natija kerak deb challenge-ga qo'shilib oling. Bu challenge 1 yil hamisha ham bo'lmaydi. 2 sharti bor. Birinchi sharti, siz 1 yilga qaror qabul qilasiz va 1 yil davomida har kuni 40 minut vaqt ajratasiz. 1 yil har kuni 40 minut. Tushundingmi? 1 oy emas, 2 oy emas, 365 kun. Bu birinchi sharti. Ikkinchi sharti, menga lichni meni raqamimga Telegramdan ustoz menga natija kerak, men o'zgarmoqchiman deb menga yozasiz. Meni raqamim +99 89 0 969 66 24. Bu raqamga Telegramdan ustoz menga natija kerak, meni challenge-ga qo'shing deb yozasiz. Men sizga javob beraman va 1 yillik challenge-ni narxi atiga 1 yil uchun $100 turadi. 1 oyiga $8 Nima uchun bunchalik arzon? Bu massiviy xalq uchun. Ko'proq odamlar manfaatli bo'lsin. Shuning uchun siz o'zi qayerdansiz? Kommentariyaga yozing, qayerdansiz? O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston, Rossiya yoki Turkiya yoki Germaniya, Amerikadamisiz? Farqi yo'q. Qayerda turganingizdan qat'iy nazar, qanaqa kasbda ishlaysiz siz? Biznesmenmisiz, quruvchimisiz, suvoqchimisiz, oddiy uy bekasimisiz? Farqi yo'q. Muhimi sizda xohish, желание bo'lsin. Va uchinchisi, atiga $100 to'laysiz, 1 yil yordam beramiz. To natijaga chiqqaningizcha. Hozir menga Telegramdan, faqat Telegramdan, WhatsAppdan emas, ustoz menga natija kerak, meni challenge-ga qo'shing deysiz. Men xudo xolasa sizni challenge-ga qo'shaman. Real natija xohlasangiz, hoziroq yozing. Kelinglar, xayolda emas, amalda natija qilamiz. Yaxshi ko'raman sizlarni. Jonlaring omon bo'lsin, sog' bo'linglar. Telegramda ko'rishguncha.